guruh obunachilari, sizlarga bugun turist kvadratlik obyektiv ish jarayonidan video lavha tayyorlayapmiz. Xo'p, bugun bu obyektimizda juda ham qiziq, hamma joylariga nisbatan qiziqroq vaziyat bo'lgan. Bu yerda darvozani patologdan o'rnatilgan, hisobga olinmagan joyi, darvozaning yuqori qismi juda ham balandda qolib ketganda, o'rtada bolar tushgani hisobiga, o'rtada ko'rib turibsizlar, stul to'g'risida bolar bor, o'sha bolar ustiga yana bunaqasiga bolarlar yurgan. O'shaning hisobiga patolog bir-biridan baland-past bo'lib qolyapti. Darvoza ochilishiga xalaqit berganligi uchun bu tomon baland bo'ldi, bu tomon pastroq bo'lib qolyapti. Xo'p, yana bitta qiziq holatimiz bor. Uzun ayvonimiz kelyapti-da, keyin ayvonga qo'shilgan joyida ham bir alohida joyimiz bor. Joyni ham ko'rsatib o'tdik. Bu ayvonimiz kelyapti, qoshlarimiz bir-biridan kelyapti. Bu tomondagi ayvonimiz baland bo'lganligi hisobiga o'rtada mana qosh sal tushgan joyi bor-da. Bu narigi ayvonni qoshi bilan bu yoqqa o'tib ketadigan joyi bor. Hali buni bitish jarayonini ham sizlarga ko'rsataman. Juda ham qiziq, chiroyli chiqadi. Chunki Oqtosh guruhini kuzatishda davom etinglar, obuna bo'lib qo'yinglar, kommentlarda e'lon qoldiringlar.